Biz bugün manındaki soğuk sayının kızıl mayını çıkarımız. Eğer siz bu kızıl mayını joyida çıkara alsanız, soğuk say qilishning yerimini muvaffaqiyatli qilgan bo'lasiz. Biz materiallarni ustiga qaynoq suv quyib, buni ustini dumlab qo'yamiz, bu materiallar yumishsin. Biz inch kizilganda, uvoq kizilgan lazım 4 qo'shiq, o'rta kizilgan lazım 3 qo'shiq sab tayyor qilib olamiz. Ranglar salcha qaraq bo'lsin. Materiallarni ishlatimiz ko'rdinglarmi? Shansaydan, so'ng piyozdan, bosh piyozdan, sinjangdan, savzdan. Biz yumg'oq sutning yıldızını almaymiz, cho'qqim almaymiz. İşletkenimiz sezdirmey. O'tni yoqmay turib, mush materiallarni silib, sarg'aygan devolamiz, o'tni chuqum kichik qilamiz. O'tni o'chiritib, ma'ni usti quyimiz, quyib namdaymiz. Bu yer chiqmay qopdi. Bu vaqtda may bujilmaydi, jumul buni men namda bag'ayirimiz ma'u. Endi biz mayni ikkinchi qitim qistimiz, salpal qistimiz, qistib, yana ikkinchi qitim bu lazning ustiga quyimiz. Bir yoqdan quyimiz, bir yoqdan elashtiramiz. Endi bu mayni biz uchinchi qitim tixim bekrak qizitdik mana. Endi uchinchi qitim quyimiz, bir yoqdan elashtirib, bütün mayni quyib etamiz. To'xtamay elashtiramiz. Eng oxirida qora chuqsutdan azroq quyib etamiz. Ba'zida oqa chuqsutni quydi, men qora chuqsut quydim. Shuning bilan biz langsay qilishdagi eng asosiy tarkib xo'yu qizil mayni biz qilib bo'ldik. Buning biz cho'qim sayziyu, ya'ni qichimi yeshiltimiz jumi. Shundoq ta'mlik puraqlik chiqadi. Asli men sizlarga bugun so'g'aq say yo'llaydigan, lekin mayni to'qim qilmasam bo'lmaydi-ku. Shunga mayni qilgandan keyin men sizlarga so'g'aq saylarni yo'llab bersam bo'ldi. Biz bunu 24 saatdan keyin soğuk say yazsak buldu.